Hammaga assalomu alaykum. 12-mart kuni va analizimizni boshlaymiz. Har doimgidek birinchi yurib yurganini ko'ramiz, qanday yurganini ko'ramiz, qancha plus, qancha minus, qaysi bir yurgan. Keyin yangi kunga analiz qilib boramiz. Itak, indeks dollardan boshlaymiz. Birinchi kelib bizga yurib yurdi. Bu yerdan bemalol 1 ga 3 olib ketsa bo'ladi. Bu yerdan bitta plus umumiy holatga mana bunaqa narsa bo'lish kerak edi. Ishlashga to'g'risi ishlolmadim. Soat 11 kechasi men uy zo'rgina bo'lgan, поэтому вообще analiz bo'yicha ishlab olsa bo'lar edi. Yana bitta plus 1 qo'yib qo'yamiz. Yevro USD zonadan keldi. Zonaga ishlash mumkin edi. Bemalol даже 1 minutligiga ham kirish bergan edi indikatorimiz bo'yicha. Bu yerdan chiroyli zona bor edi, chiroyligina ishlab berdi, поэтому plus 1 qo'yamiz. Men kecha mana bu joylardan ham harakat qilgan edim, hammasi bezubitik bilan, menga 0.0 bilan yopildi. GBP USD zona chaynab qoldi, yo'q emas, chaynadi. Bu yerdan bir marta ishlab oldim maydagina, u ham bezubitikda olib ketgan edi. Bu yerda o'zidan ham ishlasa, 1 ga 2 taxmini olib ketsa bo'ladi. Bu yerdan уже ishlash, men уже zo'rgina uxlayotgandim. Lekin indikatorimiz bo'yicha kirish bergan edi. Out USDga analiz bo'yicha kelmagan, NZD USD analiz bo'yicha kelmagan. USD card kecha mana bu joylardan oldim, Telegram kanalga ham tayyorladim. Juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Juda ham chiroyli yurib bergan. Sochdan 1 minutlikdan bizga indikatorimiz bergan kirishdi, olib ketganmiz. Tak, bu yerdan analiz bo'yicha yurmagan, iloji yo'q, kirishga ham iloji yo'q edi. Bu yerdan iloji yo'q edi kirishga. Yevro GBP ham hali beri kelmadi. GBP NZD bizga yurib berdi, analiz bo'yicha yurib berdi, plus 1 qo'yamiz. GBP out тоже kelib zonani olib pastga yurgan, yana plus 1 qo'yamiz. Chiroyligina yurgan. GBP cat тоже kelmadi hali. Euro out zonamiz yo'q edi, Euro cat zonamiz bor edi, lekin bu yerdan esimga yo'q, ishlash mumkin edimi, yo'qmi? Agarda ishlayman desangiz ham 5 minutligiga mana bu joydan faqat kirish bo'lgan edi. Buni men hisobga olmayman. Euro NZD kirish bermagan edi, tilloga hali beri bormadi, zonamiz bor edi. Kumush esa zonamiz bor edi, tushgan, yana bir marta kelgan, yana tushgan. Men bu bilan ishlamayman. GBP GPI analiz bo'yicha hali beri kelmadi. Aslida mana bu joydan ham ozgina olib ketsa bo'lar edi. Yo'q emas. Men nimagadir qo'rqib bu zonani olmagan edim. USD GPI hozir tushib berishi ehtimoli bor. Посмотрим. Euro GPI ga hech balo bo'lmagan. Boshqalari shu 5 ta plus, itago 5 ta plus, тоже yomon emas. 5 ta plus yomon emas. Tak, keyin indikatorda ham ko'ramiz, nechta qanday kirishlarni bergan edi. Tak, indikator bo'yicha tillo mana bu joydan selda zo'rgina bergan, lekin bu soat 11 bo'lgan vaqtda men uni ko'rmadim. Buyog'i soat 5 ga tepa yurishni boshlagan edi. Men bunga hali o'rganni olmadim, chunki bu scalping indikator. Mana kirish bergan, bu yerdan bitta kirish bergan, o'sha 40 punkt, 50 punkt olib ketmayman. Bezubitik yopilibdi desa ham bo'ladi. Aslida mana bu joydan ham kirish bergan edi. Bizga kirish bor edi. Shunaqa bu yerdan ham kirish bergan edi. Bu indikator bo'yicha bizga hali kirish yo'q edi. Euro USD chiroyligina zonamizdan
indikatorimiz ham bergan kirish, mana bu joylardan ham kirish bergan edi, lekin aslida bezubыток yopildi desa ham bo'ladi 0.0 bilan. Sell uchun asosiy zonamiz bor edi, chiqib ketgan edi, mana bu joydan ishlasa bo'lar edi. GBP USD тоже mana bu joydan ishlasa bo'ladi. Bizga kirish nuqtani bergan, mana bu yoqdan ham kirish nuqta bo'lgan edi. Bu yoqda hozir ko'rinmaydi, lekin aslida bo'lgan edi. Kirish joyida chiroyligini bergan edi. Out USD bizga тоже kirish bergan edi. Hammasidan kechasi soat 11-12 larda, adashmasam 12 larda уже, даже 12:30 larda kirish bergan edi. No, такое. USDCF hozir kirish bergan edi. No, bu scalping plus hozirchalik tekshirish bo'lyapti. O'shaning uchun stop salgina kattaroq qo'yganman. Aslida stop lossimiz mana bu joyga turish kerak. Agarda 0.01 bilan kirgan bo'lsa ham 0.08 stop lossimiz bo'lar edi. Hozirchalik buni tepaga olib boraman. USDCF bu yerdan hech narsa yo'q. USDCAD ga тоже kirish bergan edi. Kecha ko'rsatuvdim ham, maydagina gruppa tayyorladim. Даже bayga ham тоже bor edi. Indikatorimiz ishlayapti. Mana bunaqa narsani men o'shanga aytaman. Stop loss sal teparoq. Aslida bu ham yurish kerak. Bu yerdan bizga kirish nuqtani bermagan, o'shanga stop loss tepaga urdim. GBP/USD тоже bizga ishlab berdi, kirish nuqtani bergan edi. Tak, umumiy plyusimiz ko'proq minusdan ko'ra juda ham chiroyliroq, поэтому ketdik, endi analiz qilamiz. Tak, indeks dollar buy zonamiz bor. Bugun kuchli novost, bozor o'tvorish mumkin, juda ham kuchli o'tvorish mumkin, поэтому ehtiyot bo'lamiz. Men novostga za buy. Kun ichida shunday kelib, keyin tepaga ketib qolishi ham mumkin. Menimcha novost tepaga o'tvoradi. No, bu meni fikrim, bozor meni fikrim bilan ko'pincha yurmaydi. Shunaqa. Buni ishlab bergan joyda men уже yo'q qilaman. Tak, buy'ni qoldirsa bo'ladi. Yo'q, chiqmadi, mayli. Buy'ni qoldirsa bo'ladi. Bu yerdan agarda novostga bunday ketib qolmasa, asta sekin kelib qolaversa, тоже buy'ga harakat qilsa bo'ladi. Sell uchun zona yo'q. Katta time frame'larda bo'lmasa, yo'q, sell uchun zonamiz ishlab bergan. Sell uchun mana bu zona bo'ladi faqatgina. Ehtiyot bo'lamiz, menimcha novost nimadir qilib qo'yish mumkin, nimadir qilish mumkin. Hozirchalik sell zonamiz yo'q. Agarda indikator bo'yicha kelmasa, takoy hozirchalik ko'rmayman. Tak, GBP USD. GBP USD sell zona yo'q, sell zonamiz riskli. Zona riskli, birdan aytib qo'yay. Buy uchun zona, как variant, mana bu, как variant. Out USD. Out USD. Variantimiz bor, mana bu joydan ishlab ko'rsa bo'ladi. Variant berishni boshladi. Buy'ga esa sellga esa ishbala yo'q, faqat mana bu joy. NZD USD. Takoyroq, вот variant bor. Buy uchun. Agarda kelib qolsak, buy'ga harakat qilsak bo'ladi. Sell uchun mana bu zonalar turibdi hali ham. USDCAD ga hozirchalik men indamas edim. Trump bilan Amerika, Kanada bilan bir-birini yaxshi ko'rmadi cho'ta. O'shanga mana bunaqa o'tvorishlar bo'layotibdi, ehtiyot bo'lish kerak. USDCF zonamiz qiyin masala. Buy'ga mana bu joydan ishlab ko'rsa bo'ladi. Sell hali ham o'sha zona. Euro GBP hozircha jim. GBP NZD zonamiz bor edi, hali ham ishlab berayotibdi. Buy uchun как variant mana bu joyda olsa bo'ladi.
bayga. GBP out. GBP out nima bor ekan? GBP out sellga zona yo'q, buy uchun zona turibdi. Вот такой вот qaraymiz. GBP cut. Sell uchun zona hali ham yo'q. Euro out, sell uchun zona yo'q. Buy uchun zona mana bu variantimizda ko'ramiz. Agarda kelsa, u ham atkat bo'lishi mumkin. Euro cut pishbalo yo'q. Euro NZD тоже ishlashim kelmayapti, to'g'risini aytsam. Ну, как вариант buy zona. Так, tillojon asosiy joyimiz mana bu va pastdan ham paydo bo'lgan. Asosiy joyimiz ikkita joydan buyga va sellga ko'rishim mumkin. Kumushga savdo qilmayman, qilaman-da, endi analiz bermayman. GBP GPI hali ham o'sha zonalar, buy uchun zona bor bitta yangi. Bu yoqdan ham savdo qilib ko'rishimiz mumkin. USD GPI yurib berish ehtimoli bor, yo'q emas. Yurib berishi ham mumkin. Hozirdan agarda kech bo'lmasa, escha harakat qilib ko'rish mumkin bo'ladi. Atak buyga вот это. Так, Euro GPI sell. Kattaroq time frame'ni ko'raylik qani. Net, to'g'risi yoqmayapti. Mana bu chiqib ketgani yoqmayapti. Yana qaytish, yana xuddi shuncha chiqib ketishi ham mumkin. To'g'risi yoqmayapti. Tak, GP 225. Umumiy GP'larni buyga mana bu joylardan ko'rsa yaxshi bo'lar edi. Umumiy. Yana o'sha tillo. No, analiz shunga bo'ldi. Hammasini ko'rsatib bordim. Если что, har bitta zonadan savdo qilib ko'rsak bo'ladi, harakat qilamiz. Hammaga omad, hammaga xayr. Salomat bo'linglar.